Assalomu alaykum ustozlar. Bugun sizlar bilan yana bitta sun'iy intellekt saytini ko'rib chiqamiz. Bu kimi.com sun'iy intellekt chatboti. Hop, bunga kiramiz. Va kirganimizdan so'ng bunga savol berib ko'ramiz. Salom deb yozamiz. Qani, salom. Hop, bu yerda bizdan ro'yxatdan o'tishni so'rayapti. Biz Google tizimi orqali ro'yxatdan o'tamiz. Google'ni tanlaymiz. Bu yerdan o'zim akkauntimni tanlayman va davom etish tugmasini tanlayman. Va yakunlandi. Hop, bu bizga nima beradi? Demak, bu yerda aytayapti nimalar qila olishini. Hop, bu yerda endi yozib ko'ramiz. Salom deb yozdim. Yuborishni bosaman. Bu yerga javob berdi. Lekcha yoz deb yozaman. O'zbekcha yoz deb yuborishni bosaman. Hop, bu menga endi o'zbekcha javob berish kerak. Salom, albatta o'zbek tilida yozaman. Sen nima vazifalarni bajara olasan? Tizimimiz hozir o'zi haqida ma'lumot beradi. Demak, bu tizim bizga ma'lumot va tadqiqot, savollaringizga javob berish, murakkab mavzularni tushuntirish, internetdan yangi ma'lumotlarni qidirish, ilmiy maqolalar qidirish, iqtisodiy va moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish, insholar, maqolalar, elektron pochta, xatlar va hikoyalar yozish, dasturlash, analitika, rasmlar bilan ishlash, boshqa imkoniyatlar yaratib berishi mumkin ekan. Xo'p, bundan foydalanish sun'iy intellektning muqobil versiyasi, yana bir versiyasi ekan. Xo'p, menga aytaman, sun'iy intellekt mavzusida taqdimot qilib ber. Yozaman. Qani qilib berarmikan? Hop, ancha yaxshi. Ancha yaxshi javob berdi. Ancha yaxshi ma'lumotlarni berdi. Endi menga rasm qilib ber deyman. Rasm qilib ber va Word qilib ber ma'lumotlaringni deb yozaman. Xo'p, bu o'ylayapti. Xo'p, men sizga mavzuda oid rasmlar qidirib berishim mumkin, lekin yangi rasmlar yaratib chizib bera olmayman. Shuningdek, Word fayl tayyorlab berish imkoniyatim yo'q, lekin sizga tayyor matnni beraman debdi. Xo'p, rasmlar topib berish imkoniyati bor ekan, yangi rasm generatsiya qila olmaydi ekan, faqat
rasmlarni topib, lekin topganda ham yaxshi sifatli rasmlarni topib berar ekan. Mana topib berdi. Word bu prezentatsiyalarni, taqdimotlarni PDF yoki Word qilib bera olmas ekan, lekin yaxshi ma'lumotlarni, internetda tayyor ma'lumotlarni topib, bizga ko'p ma'lumotlarni berar ekan va rasmlarni ham chiroyli qilib berar ekan. Mana ma'lumotlarni ham ancha yaxshi ma'lumotlar berar ekan. Bu savolni masalan misol uchun men hozir ChatGPTga beradigan bo'lsam, ChatGPT hozir vaqtda qisqa javob beradigan bo'lgan, u ko'p ma'lumot bermayapti, nimagadir tez to'xtatyapti javob berish vaqtini. Tez to'xtatyapti. Undan to'liq javob olish qancha qiyin bo'lib qoldi. Mana bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin, yozdi, to'g'ri yozyapti. Bu ham ancha yaxshi. Ancha ko'p javob berdi, ishqilib nimagadir. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin bu yerda, demak, qaysi biri yaxshiroq? Sun'iy intellekt mavzusida taqdimot qilib ber degan savolimga bu shuncha ma'lumotni yaratib, mana rasmlar bilan mana shular qo'yib, mana shu ko'rinishda ma'lumot berdi. Kimi.com esa mana shu xuddi shu savolimga, mana sun'iy intellekt mavzusida taqdimot qilib ber degan savolimga mana shu ma'lumotlarni berdi. Bir xil ma'lumotlarni beryapti. Bunda ham 7 ta slayd, 10 ta slayd sal ko'proq ekan. Misol matn ko'proq bo'ldi. Va keyin rasm yaratib ber deganimda esa mana bu rasmlarni yaratib berdi. Xo'p, mana shu savolni endi ChatGPTda berib ko'raman. ChatGPT ham ancha yaxshi rasmlar generatsiya qilib berdi. Mana rasmlar ancha yaxshi qilib berdi. Men bunchalik yaxshi javob beradi deb o'ylamagandim. Bu ham ancha yaxshi javoblar beryapti. Xo'p, endi menga rasm qilib ber va Word qilib ber degan savolimga ham mana ancha sifatli, ancha yaxshi rasmlar tayyorlab berdi. Va sun'iy intellekt taqdimot Word variantini yuklab olish uchun mana menga Word variantini ham qilib berdi. Buni ochadigan bo'lsa, mana bir list qilib berdi. Lekin bir list bo'lsa ham shuni menga Wordga tushirib berdi. Lekin ma'lumotlarni, ancha ma'lumotlarni topib berdi. Endi ko'rishingiz mumkin, o'zi sizga qaysi tizim, qaysi yaxshiroq javob bergan. Sun'iy intellektda, ChatGPTda pullik versiyalari bor, yana ham yaxshiroq javob beradi. Kimida esa bunda menimcha bepul bo'lsa kerak. Buning narxini ko'ramiz. Buning ham narxi bepul ham emas ekan, narxi ham anchagina ekan. $15 dan, $31 dan va $159 oylik to'lovlari bor ekan. ChatGPT bundan ancha arzonroq. ChatGPTning unda $5, 2 barobar arzonroq. Bunda $15 ekan, 3 barobar arzonroq desa ham bo'lar ekan. Mening fikrimcha ChatGPT ancha bundan yaxshiroq deb o'ylayman. Bundan keyingi videolarimizda boshqa shunga o'xshagan saytlarni ham ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying.